Hürmetli kitap anlıqçılar, huzurunlarda Jallat Xenim namlıq tarihi romanның davamı. 7. Bu yıl bahar fəslidəki anca-munca boranını hesabqa almaganda, Astana və Astana ətrafıdakı yezi qışlaqlarda yaz fəsli tolumu yaxşı başlandı. Yakan daryasının suyumu yıllardakidən xilla mol kəlgən olub, gecəgə suyuga qandırıb sug'urilgan yop-yeshil bug'doy maysalari qir yepib taxta bo'lgan edi. Budruqqina o'sayotgan kevaz maysalari bir g'irish bo'y tatib qolgan. Dehqonlar qo'noq mayslarini taxlab ulashga tushgan edi. Qarang'ulashgan bog'lardan qushlarning nag'ma navolari uzilmaydi. Ola bo'lib sarg'ayishga boshlagan o'riklar tortinchoq qizlardek yupurmoq orsidan maraydi. Mirza Babaqbek, Malika Möhterem Xenim qatarlıq yaqin əmir məhrəmləri bilən Çar bazarçı qiyafətində yasinib, xufiyana əl arlaşqa çıxqan Sultan İsmail xan 3-4 gündən beri ən çət yezi qışlaqlargacha aralab, namrat puxralar bilən hal-mung bo'lib, bugun kəş peşin bilən yeni sarğı etib gəlgan idi. Qashqar əmiri Mirza Haydar Doğlatığa xabar beribtamdiq xon ata, dedi Malika Möhterem Xenim. G'izaga toza ko'ngli tatmay xiyol surib o'tirgan Sultan İsmail xonga qarab. Hozircha xabar bermay turayli, dedi Sultan İsmail xon. Yenisar yapjanlarni orlashqimi yana 3-4 kun vaqt ketadi. Qashqarga borgandan keyin ahvolga qarab boqamiz. Ori, dedi Mirza Babaqbek. El avamның dərdu əhvalını həqiqi bilimiz deydikenmiz. Bu növətdiki ziyaretimiz hər qaysı yurt bəglədiki əmir bəglərdin xupiyanı tutulğını yaxşı. Ula bu qitimki xupiyanı ziyaretini ordaki xeli köp əmirlərdən sır tutqan idi. Astana əmiri Mirza Əvəzbək qatarlıq az bir qism əmirlərdən başqaları Sultan İsmail xanni yoz fasllik ishkoriga chiqib ketdi deb biladi. Bu qitimqi xufiyani el aralashni to'liq maxfiy tutgan Sultan İsmail xan boshqalarning diqqatini tortib qo'ymaslik uchun 2 nafar xos qo'riqchi yigitidan boshqa ortiqcha muhofizatchi elib olmagan edi. Sultan İsmail xan Ostandan ayrilib 2 kuni kechda Orda Shig'avul Amri Mirza İdrisbekning xonqa darvozasiga joylashgan qasriga bir yo'chun kishi atrofga qarab qo'yib kirib keldida, o'yildagi atirgullarga suv quyayotgan yosh xizmatkordan so'radi. Shig'avul Amir janoblari nadikin? Hujrasida orom eliyotidi, dedi xizmatkor. O'zri kim bo'ladikin? Shig'avul Amirga xabar qilib qo'ysalar, ko'rishadigan muhim ishim bor. dedi yo'chun kishi azmilik qilib turgan xizmatkorga ta'rin turib. Xizmatkor ishkiri qo'rg'iga kirib ketib, ayol bo'lmayla yenib chiqdi. Amir xo'jam o'zini Taki xonda saqlayotidi. Yo'chun odamga Shig'avul Amir qasri ancha notunish bo'lmasa kerak. Xizmatkorning javobini anglabla ishkiri qo'rg'iga qarab mangdida, tamtirmayla qo'sh qanotliq ishkiba bir uyning bo'sug'isidan otladi. O'tqashdek gilamning ustidagi ko'rpida badashqan qurib o'tirgan Mirza İdrisbek. Assalomu alaykum deb bergan salomni das o'rnidan turib, va alaykum assalom degunicha ilik oldida mehmonni to'rga boshladi. Qani, yuqur o'sila mahsum. Mehmon bilan sohibxona qisqala takallub qilishgandan keyin qaytadan o'rin erishdi. Ha, qandoq bo'ldi? Aldirab tinab so'radi Mirza İdrisbek. Gumonlari to'g'ri ekan begim, dedi mehmon. Xon olilari rostilla shikoriga chiqmabdi. Kiyinishlarimi g'alita, oddiy eginlarni kiyibdi. Bayni ushshaq chor bozorchilardek. Nega mengishdi ular? Ularning orqasidan qizilg'icha qora ko'rinish agish berib qarab baqdim. Qizil degani Yenisar noyisining qizil yezisiga qaytib keldim.
Ular yol boyu namrat rəiyyət bilən didar mülaqatda bulub, hal əhvallarını anlap, azdır köpdür pul pichak tarqıtıb mengişdi. Əhvaldan qarğanda, elvagan pul pichakları az əməsdə qılıdı. Ular Yenisar təvəsiga ötken bolsa, Qashqarga berishi aniq, dedi Mirza İdris bəy o'ylangan holda. Ular jami necha odamkan? 7 odam. Sultan İsmailxon oliylari bu navbat rostilla qaramliq qipti. Xudo bizni niyat maqsadlarimizga yetkazadigan o'xshaydi, dedi Shig'avul Amir o'ziga o'zi pichirlab. Ularning orqasidan kelayotgan hamrohlari yo'qdir, ha? Faqat yo'q begim. Mehmonning javobidan to'liq qanoat hosil qilgan Shig'avul Amir qo'yindagi hamyondan bir sarlik Saidiya kumush oqchisidan 10 talni ayirib oldi-da, mehmonning oldiga qo'ydi. Az bo'lsa-mu bu pulni xarajat qilg'ash turg'ayla. Lozim emasdi begim, dedi kumush oqchini ko'rib, ko'zlari chaqnab ketgan mehmon yolg'ondan takalluf qilib. "Erivasla Maqsum", dedi Mirza İdris Bey. "Bu ishlarni qat'iy sir tutqayla. İş-pishlar bo'lsa yana xabar berurman. Pul pichakdan qisilib qolsa dargoyimizga bemalol kelivasla. O'g'ilchaq farzandlari at saharda Shig'avul mahkamasiga kelib, men bilan ko'rishgay, muvofiq xizmat ish haqi berib, o'rlashtirib bergayman. Himmatlarga hashqallo begim." Mehmon yetti puklanib, ta'zim qilganicha Takixondan yenib chiqdi. "Yanamla uzatmadim amisa", dedi Mirza İdris Bey takallufsizla. Tong sahar bomdoddan yongan Mirza İdris Bey xos hujrasiga kirib, juzdondan sutdek oq patliq xotan qog'ozni oldi-da, olqanchilik cho'nliqda yirtib bilib, nafis ishlangan yog'och qalamni siyodonga milab turib, bir oz o'ynavagandan keyin tövandagi qurlarni yozdi. Tünügün Ostandan 7 nafar chor bozorchi aziz mehmon Qashqar tomon yurib ketdi. İmkoniyatning boricha Yenisar yoki Yopchonda kutib olg'ayla. Sadoqatman muridlari g'oyib yulduzdan. Mirza İdris Bey xatni yozib bo'lgandan keyin xatning siyohi qurg'icha bir oz saqlab turdi. Ondan xatni qo'yin yanchig'iga silib, tashqarqi hovlisining boqqa tutash temiga silingan otxonasining ustiga shoti orqali chiqdi. Usti kaptarxona edi. U uydak yo'g'onliqdagi quma orqali kaptarxonaning ichkirisiga kirdi-da, u yerda ayrim beqilayotgan ikki jup kaptar orasidan bo'y basti xilli yo'g'on, poq ko'zli kaptarni tutib sirtqa chiqdi va qo'yindagi heliq xatni tujiblab yo'gab bo'ya g'olichilik teri qapchuqqa avaylab soldi-da, qapchuqni kaptarning putiga bir tal mashut yip bilan mahkam chegdi. "O'sh kaptirim, ildam berib ishon pirimga xabar yetkuz", deb pichirildi. İdris Bey ko'k qarida bara ko'zdan g'oyib bo'layotgan ko'k kaptarga qarab, "Qashqar Hidoyatullo ishon qasri" degan digar namoziga tarat edish uchun tamshilib turgan Hidoyatullo ishon xutbaxonasining panjarasi oldiga o'g'zi bo'yi egizlikda o'rnatib qo'ygan qog'ozga kelib qo'ngan kaptarni ko'rib, xushalliqidan liq suv to'ldirilgan ivriqni tashlavatdi-da, yeshib bo'lgan ishton beg'ini chigishgimi ulgurmay, bir qo'lida ishtinni qo'ltiqlig'icha xutbaxonasi tarafga yugurdi. "Hay, qaysing ba?" Ishonning to'lig'ini anglab, supa ustida ezilib yotgan Molla Naqi xalifa yugurib chiqdi. "Labbay, ne'matlik pirimning qandoq topshiriqi bor ekan? Qarsala, xalifam, poq ko'z qaytib keldi", dedi ishon qapazdagi ko'k kaptarni ko'zitib turib. "Darhol achsila." "Xo'sh." Molla Naqi nagidur yo'qilib, birdamdala o'ng qo'liga qapoqni, so'l qo'liga bir siqim terixni ilib paydo bo'ldi-da,
Qapaqni shaqildatqash, teriqni yerga chechib turib, ko'k kaptarni qichqardi. Ya. Ko'k kaptar bir necha daqiqa ikkilinib turgandan keyin qog'ozdan yerga tushdi-da, avval yerdagi chechilgan teriqni yedi. Ondan ürkümeyle Molla Naqiyning biligiga qo'nib, olqalaridagi teriqni cho'qib yeyishga boshladi. Molla Naqiy qo'lidagi teriq tügüce kütüp turgandan keyin kaptarni o'ng qo'lida avaylab tutdi-da, putidagi mashut ip bilan mahkam chigilgan teriq qapchuqni yeyishib olib, Hidoyatullo Eshonga uzatdi. Eshon teriq qapchuq ichidagi xatga ko'z yugurtib, rozimanlik bilan kuldi. Meni babayı buzurglarimizning pak ruhanatlari qo'llayotgan o'xshaydi. İnşallah maqsadlarimiz ati o'gun ichida ro'yobga chiqqudak. Eshon xatga nima yozilganligini bilmay turgan Molla Naqiyga qarab gapini davomlashtirdi. Pak ko'zga don suvni ko'proq berib, yaxshiroq boqqayla xalifam. Eshon peshin namozni o'tashnimi unutib xutbexonaga kirdi-da, odirash xat yozishga kirishdi. Zatil ahtab muritim bo'lmish g'oyib yulduz janoblari. Çar bazarchi mehmonni muvaffaq manzilda obdan kutib olg'aymiz. Ostona va o'rda o'zlariga omonat inshaalloh. Pat yaqinda g'alaba nusratlarimizni tabriklab, taxit o'zra barqaror bo'lg'aymiz. Ostondagi barliq muritil hidoyatchi yorallar taqib turg'ay. Sultanul muhaqqiqindin Eshon birinchi parcha xatni bir qo'r o'qib chiqqandan keyin ikkinchi parcha xatni yozishga kirishdi. Yangisor diyordagi hijobul g'oyib bo'lmish Bahodir g'ozilarim, ostondan kelgan 7 nafar chor bozorchi mehmonni yapchandan o'tkazmay halqum teg'i yoki zuqumjon qilib kutib olg'aysizlar. Bu yerdagi halqum degani bo'g'izlab o'tirish. Tig' yoki zuqumdan degani zaharlab o'tirish degan gapga farmon betaxir va qat'iy o'rindalg'ay. Nusrat xabaringlarni kutib sultonul muhaqqiqininglardan. Xo'ja Hidoyatullo Eshon ikki parcha xatni yozib, bo'lgandan keyin inchika yogab teri xaltiga qochiladi. Tong sahar Hidoyatullo Eshon qasrdan ushgan ikki kaptar ikki parcha xatni ilib, hoyt deguncha ko'zdan g'oyib bo'ldi. Kaptar orqali xat xabar yetkazish yakan Saidiya xonligi davrida xilla umumlashgan ish edi. Kaptarlardan yolg'iz Xon Sultan Amir Baglarlar foydalanib, jiddiy ma'lumot xabarlarni yetkazib qolmasdan, oddiy xalqmo Iroq yaqinidagi urug' tuqqanlar ora kaptarlar orqali xat xabar qilishadi. Boy basti cho'ng, uçuşqa, usuzluqqa, ochliqqa chidashliq, lochin burkut, sar qatorliq kushandilariga osonliqcha bo'y bermaydigan bunda xabarchi kaptarlarning yaxshi o'g'dilganlari odamdekla aqlliq, surati tez edi. Hidoyatullo Eshonmo har qaysi yurt beglardagi xalifa suduk mas'ullari va hijobul g'ayiblar bilan kaptarlar orqali aloqalashib turadi. Jiddiy buyruq, suiqasdlik planlarini kaptarlar orqali yetkazadi. Mana bugun tong saharda Eshon qasridan ushgan kaptarlarning biri Ostonaga, Mirza İdris Bey qasriga qarab uchib ketdi. Yana biri Qo'zichush mahal bilan Yangisor qal'asidagi sirtidan ancha hashamatli ko'rinmaydigan bir qo'rg'u tushdi-da, Peshayvon ostidagi supida xo'rak tatib uxlayotgan o'ng mangizda ro'shan tatquba kak soqolliq odamning maydisiga qo'nib bir nechini unladi. Tartuq cho'chib ko'zini ochdi-da, kaptarni avaylab tutdi. Putidagi teri qapchuqni yeyishib olib, kaptarni o'gizdagi qumiga solab, oldiga bir changal teriq chechib berdi. Ondan o'gizda turibla xatni bir qo'r o'qib chiqdi. Xat bilan teri qapchuqini qo'yniga silib, o'yilning ishkini taqab, sirtqa aldirash yurib ketdi. 8.
Yengizardagi avomning ahuzari bu yurtni Xupiyona oralagan Sultan İsmail xonni xilla bearam qildi. Sülki ishqiya yo'lini tutgan Yengizarning hokimbegi bu yurtdagi muritil hidoyatchilarni qanot ostiga ilib, Sülki Isaqiya muritlarini turli bahona sabablar bilan jazolab, mol-mulklarini tortib olib, xonavayron qilgandan boshqa Mülkdən müstəsna oddiy avamnımı, sülükdən müstəsna oddiy avamnımı qanğır qaqşatqan edi. Əslidilla suyu qız, tupraqı şorluq və ünümsüz yurtda suның beşi, yerning yaxşılары sülki ishqiya muritlarının qoluğa mərkəzləşib qalğan edi. Gerçi sülki ishqiya muritlardan olğan sılıqni keçirim qilish, yorliqi bütkül Saidiya tasarrufida allaqachon amaldan qoldirilgan bo'lsa-mu, lekin Yengizarda texchilar ijro qilinayotdi. Hokimbegning kuchlik homiyligiga erishgan Yengizardagi muritil hidoyatchilar turli zo'rliq vositalar bilan yerning munbatlarini, bog'-barangning eng unumligini qo'lga kirgizib olgan bo'lsa-mu, xonliq olmon siliqlarni topshirmaydi. Puhradorchilik majburiyatlarini o'tashdan butunlay mustasno edi. Ammo Sülki Isaqiya muritleri va sülükdən mustasno avam, kasıblar, tijoratchilar, savdogarlar, hunarvanlar, dehqonlar ilgirgidan necha barobar ig'ir olmon siliq topshirishga, puhradorchilik majburiyatlari o'tashga majbur edi. Bu tangsizlikni o'z ko'zi bilan ko'rgan Sultan İsmail xon o'rdadagi chig'ida mushu xususda kelgan arz shikoyatlar, ma'lumotlarga ancha e'tibor qilmaganligidan to'liq o'kindi. Saltanatga sadoqatsiz, nafsoniyatchi bir riyokorni bu yurtga hokimlikqa qo'yganligidan ko'p pushaymon edi. G'azabiga paylamay, mahkamaga besib kirib, hokimbegning mansab martabasini ilib tashlashga niyat qilgan bo'lsa-mu, lekin Amri Kabir Mirzababaqbek uni to'sib qo'ydi. Ochiqlarga hoy basila, on hazratim, dedi Mirzababaqbek. Sizi hozir Saidiya saltanatining xoni, sultoni emas, balkim bir oddiy chor bozorchi. Uning ustiga atrofimizda tuzuk qo'riqchi lashkarlar yo'q. Olimadiz Yengizar hokimining niyati buzilib qolsa, uning 5000 dan ortiq lashkariga biz yettimiz hargizmi tang turolmaymiz. Yengizarning hokimbegi to'liq qor niyat odamdek qiladi. U oliylarining oddiy bir chor bozorchi qiyofatida Yengizarda paydo bo'lganliklarini anglasa, niyati buzilib, qasd qilishi mumkin. Shunga har ehtimolga qarshi ehtiyot qilmoqimiz, salohiyatimizni xupiyon tutishimiz lozim. Qashqarga sog' salomat berib olgandan keyin Qashqar amri Mirza Haydar Do'g'lati janoblari orqali Qashqarga chaqirtib, akilib, mansab qulasini ilib tashlab, jasoqqa tortilsa-mu, kechikmaydilar. Ari Amri Kabir janoblarining so'zlari yo'lliq, dedi Malika Muhtaram xonimmi nasihat qilib. O'zini besvag'ayla xon ota Qashqarga borgandan keyin Mirza Haydar Do'g'latining qo'l ostidagi Qashqar lashkarlaridan mingni oriyat ilib basla, o'zim Yengizarga lashkar boshlab kelib, bu munofiq amrni o'z qo'lim bilan bog'lab oldilariga akelgayman. Undaq bo'lsa, bugunla Qashqarga borayli, dedi Sultan İsmail xon ularning nasihatini qabul qilib. Men texi har qaysi yurt aymoqlardagi amir beglarimni saltanatga sodiq, pok diyonatlik deb o'ylab xotirjam yuraveribdiman. Kim biladi? Bundaq riyokor amirlardan yana nechtisi borligini. Ostoniga qaytgandan keyin har qaysi yurt beglarga bir turkum amirlarni xupiyoni avatib, amir beglarning ahvolini egilayman. Ra'iyatni qong'ir qaqshatgan, saltanatga sadoqatsizlik qilgan nafsoniyatchi amaldorlarga qilchilik yuz xotir qilmayman. Shundaq qilib ular qo'zi chush bilan Yengizardan ayrilib Qashqarga qarab yo'lga chiqdi. Sultan İsmail xonning kayfiyati yaxshi bo'lmaganligi uchun yo'l bo'yi ortiqcha gap so'z qilishmadi. Yengizardan chiqqandan beri bizni birov orqamizdan xupiyani kuzatib kelayotgandek bilinyotdi, dedi
Sibiyitla qishliqidan o'tgandan keyin Malika Muhtaram xonim atrofiga ehtiyotchanlik bilan nazar tashlab, "Balkim ziyoda gumanda bo'lib qolgansiz Malikam", dedi Sultan Ismoilxon beparvolik bilan. "Bizni Yangisarda hech kim tonimaydigan tursa, nima sababdan orqamizga odam tusha? Oldimizdagi yo'l yopchonga borgucha yurt mahalladan xoli jangalliq, har holda ehtiyot qilmoqimiz zarur", dedi Mirza Babaqbek va o'zlariga o'xshash chor bozorchi qiyofatida yasnamagan 4 nafar qo'riqchi yigitga amr qildi. Qurol yaroqlarni taxlab, atrofni puxta kuzatib mang'aysizlar. 4 nafar qo'riqchi yigit g'arbidagi mollarning orasiga yo'shirib qo'ygan qilich nayzlarini qo'llariga ilib oldi. Malika Muhtaram xonimmo nayzini qora tulparning egriga g'anjug'lab, o'qyasini bo'yniga esib oldi. "Ochiq oshkora qurol ko'tarib mangsaq, yo'lovchilarni cho'chitib qo'yamizmikin?" dedi Sultan Ismoilxon ancha yoqtirmay. "Hech vaqasi yo'q, xon atam xotirjam bo'lg'ay. Yo'lovchilar qurol yaroqlarimizni ko'rsa, balkim bu jangalda o'g'layotganlar o'xshaydi deb qilishi mumkin. Loyiq ko'rsa, xon atammi o'qyasini esib olg'ay. Bo'ldilar, men qurol ko'tarib yurmay." To'g'ri yo'lg'un qoplagan jangal yo'li tugab, hamda pakar qum do'nglariga duch kelgan edi. Oldimizdagi ovi egiz do'nglikda bir odam bizni kuzatayotgandek qiladi, dedi Malika Muhtaram xonim egizroq bir do'nglikni ko'rsatib. Sultan Ismoilxon shundoqli qardida eransizlik bilan javob berdi. "Ortiqcha vahim paydo qilmang Malikam, u balkim mol beqiyotgan cho'pandir. Cho'panga mol chorvalarini bo'ri qavandan muhofazat qilmay, shuncha egiz do'ng ustida nim bor, xon ota? Har holda behuda turib qolmaydi. Sizlar", dedi Malika Muhtaram xonim, "qo'linglarga o'qya ilinglar. O'qni ko'proq ilib olishni unutib qolmanglar. Navoda biror kelishmaslik uchrab, ko'proq odamga yo'liqib qolsak, yiroqdan o'qya etib taqobil turganimiz yaxshi. Yovga yiroqdan taqobil turishda o'qya bek asqatidi." Ular yana 2 do'ngdan eshib bir o'ymonliqqa yetib kelganda, tuyuqsiz oldi tarafdan 20 ga yaqin bir to'p odam suran cho'qqan silish qilincha chiqib keldi-da, udul ularga qarab tashlandi. Ularning hammasi qo'llarga qilish ilib olgan bo'lib, qora ranglik mato bilan ko'zni ochib qo'yib, bosh qismini o'rilishgan edi. "Hijobul g'ayiblar", dedi Mirza Babaqbek shundoqli qarab vahim bilan. "Biz suiqaschilarning bo'ktirmasiga uchrabdik. Tamtirmanglar", dedi Malika Muhtaram xonim o'zini besib olgan holda o'qni yoning kirichiga besib tortib turib. "Hammanglar o'qyayinglarni batlab tax bo'p turinglar. Ular oldiga yana 50 qadam mang'andan keyin ya o'qi bilan taqobil turamiz." Sultan Ismoilxon bilan Mirza Babaqbekmo Malika Muhtaram xonimning buyrug'iga itoat qilib, darhol harbidan o'qyalarini ilishdi. Qosh bilan kirpik orlig'idagi jiddiy paytda ular o'zlariga amdila 15-16 yoshlarga kirib qolgan bir qizning qo'mondonlik qilayotganligini zinhor asga ilishmagan edi. "Itinglar", dedi Malika birinchi payib boshaqni yodin uzib turib. Shu hamon qolgan 6 o'qyodimmi orqadan o'q uzildi. Sur hayvi bilan yupurilib kelayotgan yovning uchi o'qya zarbisidan orqasiga uchib tushdi. Yovning uchi o'qya zarbisidan orqasiga uchib tushdi. Qolganlari yanala oldiga qarab etilib kelmoqda edi. Ularning orasidagi bastlik biri ba ovoz bilan vaqirab qo'mondonlik qilayotdi. "Tarqilib qo'rshanglar bu murtatlarni. O'lsak shahid bo'lurmiz, hayot qolsak g'ozi." Malika Muhtaram xonim o'qtandan chaqqonlik bilan boshaq sug'urib oladi-da, chaqmoq tezligida kirish tortib otadi. Otgan har bir o'qi zoya ketmaydi. Ayt-oyt deguncha hijobul g'ayiblarning 4 odami qoldi. Ammo shu paytda ular bilan bo'lgan oraliq 20 necha qadamni qolgan bo'lib, o'qiya bilan taqobil turish beab bo'lib qolgan edi. "Biringlar, xon olilarini qo'g'danglar, qolganlaringlar otninglar." Malika shundoq dedi-da,
o'qyasini chaqqanlik bilan egarning qo'sh beshiga esib naysini qo'lga oldida dushmanning yo'lboshchisiga qarab ot soldi. 4 nafar qo'riqchi, biri 100 nafar lashkarga tetig'uvchiligi bor jangbozlik maharati yuqori bahodirlardan edi. Bu otliq bahodirlarga tang kelamaydiganligiga ko'z yetgan hijobul g'ayiblar darhol jinnini yoqqiga ilib qechishga boshladi. Malika Muhtaram xonim otning oldiga chiqib qolgan birining geliga shiddat bilan nayza sanjidida shaqqida o'qyasini qo'lga ilib, jinning beri chiqayotgan yo'lboshchining putini nishonlab o'q uzdi. Vingildab uchib kelgan o'q uning putining dal bo'ljun go'shiga sanchildida oldiga domlab tushdi. Yana tipirlab o'rnidan turib qochmoqchi bo'lib edi. Chaqmoq tezligida ot choptirib yetib kelgan Malika uning do'lisini nishonlab nayza urdi. Tig' zarbasiga bardoshlik berolmagan dushman sarkardisi ichinishliq vaqirib etdi. Uninggacha yovni to'liq qirib tashlagan qo'riqchi yigitlar ot choptirib yetib keldi. "Munu deyuzni xon otamning qishiga aparinglar", dedi Malika ularga qarab. Yigitlar otdan tushib, yaralangan odamni so'rgunicha Sultan Ismoilxonning oldiga akirib tashladi. "Yüzini o'rib olgan latini ilib etinglar." Yigitlar uning yuzdagi latini ilib etdi. O'ng mang'zdagi totiqi mana men deb chiqib qoldi. "Sen kim? Nima uchun bizni qasdlamoqchi bo'lsan?" dedi Mirza Babaqbek so'rab qolib. "Biz yo'l to'sib tirikchilik qildigan qaroqchilar", dedi tortiq muddasini yo'shirib. "Yolg'on so'zlama", dedi Mirza Babaqbek. "Qaroqchi degan oldirab jonga zomin bo'lmaydi. Qaroqchi bo'lsang, ajab bizdan mol dunyo so'rmayla qilish yalang'ochlab kelding-ku. Texi mahramlaringni o'lsang shahid, tirik qolsang g'ozi bo'lamiz deb kushkirtding", dedi Malika Muhtaram xonim. "Ayta, sen mol dunyo qasdlamay, jon qasdlaydigan qanday qaroqchi zodi?" Tartuq chaqqanlik bilan sol qo'lini bo'yniga silib, kichik balaning mushtumchilik bir nasibal qapoqni oldida, qapoqning og'zini tish bilan ichib, qapoqning og'zini tishi bilan ichib, qapoqning ichidagi narsni og'ziga qo'ydi. Ko'zni yumib ochquchilik orliqda yuz bergan bu ishni to'sishga hech kim ulgurmadi. "Qapoqni tortib olinglar. Qapoqni tortib olinglar." Biz Babaqbek oldirab tinib. Yigitlardan biri tartuqning qo'lidagi qapoqni tortib olib bo'g'icha, u qapoqdagi suyuqlikni og'ziga quyib ulgurgan edi. Daqiqa o'tmayla tartuq jon talishib, tepchakladi. Og'izdan avval bujuldab ko'pik yandi. Keyin quloq burunlardan qon ketdi. Ko'zlari sirtqa po'ltiyib chiqib qoldi. O'tkir zahar uning jinni tezla olgan edi. "Apla, ajab bexudlik qiptiq, ha?" dedi Mirza Babaqbek afsuslangan holda. "Ağzından 2 ig'iz gap ololmaganimiz yomon bo'ldi bu dayuzning", dedi Malika Muhtaram xonim. "Bizni qandoq sezib qolgandi bular? Kimning odamlari bo'g'itdi? Kimdir bizni qasdlashga buyurgan?" "Aman qolganimizga shukri", dedi tatirib ketgan Sultan Ismoilxon. "Bularni mushundaq tashlab qo'yib ketsak, musulmonlarchilikqa to'g'ri kelmas. Har holda ko'mib qo'yib ondan yo'lga chiqaylik. Uning qo'ynini aqtirib yiqinglar", dedi Mirza Babaqbek nimanidir xiyoldan o'tkazgandan keyin. "Balkim biror belgi nishon tepilib qolar." Yigitlar uning qo'ynidan kichkina bir teri qapchiqni topdi-da, Mirza Babaqbekka tangladi. "Kaptarning putiga tangadigan qapchiqkan. Kaptarning putiga tangadigan qapchiqkan", dedi Mirza Babaqbek qapchiqni qo'lga olib. "Ichidan nima bodak qilam, birni bodak qilamdi nima?" Mirza Babaqbek qapchiqning ichidan inchga yugalgan bir tal qog'ozni sug'urib oldi-da, shundoqla ko'z yugurtib cho'chib ketdi. "Yo hazrat, bizning ostandan yo'shirin chiqqanligimizni, chor bozorchi siyoqida yosnib olganligimizni qandoq bilib olgan bo'g'itdi bu murtad ishon?" "Nima dedilar? Amerika bir ota?" dedi Malika Muhtaram xonim Mirza Babaqbekning gapini tushunmay. "Xatni o'qisangiz bilursiz, malikam." "Tova, bu qandaq ish endi?" dedi xatga shundoqli ko'z yugurtgan Malikamu hayronligini yushirolmay. "Sizlarmi ko'rib baqsizlar, xon ota?"
Sultan İsmailxon xatga ko'z yugurtdi-da, taajjub iligida so'radi. Sultanul Muhaqqiqin degani kim o'zi? Bu nihoyatda tushunishlik, ona hazratim, dedi Mirza Babaqbek. Saidiya tasarrufimizda o'zini Sultanul Muhaqqiqin deb atib olgan odamdan faqat birila bor. U bo'lsa-mu Xo'ja Hidoyatulloh Eshondir. Sultan İsmailxon cho'chib ketdi. Xo'ja Hidoyatulloh Eshon? Shunda qibligahim, sulki ishqiyachilarga tushirgan kechirim nomini bekor qilganliklari hamda suluk targ'ibotini qattiq cheklaganliklari sababli u riyokor Eshon mushu usul bilan qisos olmoqchi bo'lgan. Xudo saqlab bu suiqasd amalga oshmadi. Aslida Ostona rastlarida targ'ibot ilib borgan so'pi darvishlarning Hidoyatulloh Eshonni ko'kka ko'tarib, jon otamdan yuqori o'rinda qo'yishi, texi xon otamni Eshonga saltanatini o'tinib bermoqchi deb fitna tarqitishi bekor emaskanda, dedi Malika Muhtaram xonim g'azablangan holda. Hap munofiq riyokor Eshonni Qashqarga beribla, o'z qo'lim bilan halqum tig' qilmaydigan bo'lsam,